judayam muhim bo'lgan yana bitta mavzu bu qo'sh qaramlik. Chunki har safar balkim biz urg'u berib qo'yayotgandirmiz faqat qaramlikni o'ziga, lekin aslida qaramlikdan chiqish uchun qo'sh qaramlik juda ham katta rol o'ynaydi. Shuning uchun Shahlo opani suhbatga chaqirganmiz. Shahlo opa, siz faqat psixolog emas, mana 3 yildan oshiq tajribangiz bor. Qaramlik bo'yicha qo'sh qaramlik bilan juda ham ko'p ishlaysiz. Именно bu narsa juda ham dolzarb bo'lgani uchun chaqirdik. Xo'p, mana qarang, qaramlik o'zi qaramlik so'zini ham ko'pchilik tushunmas ekan. Qaramlik bu shu zavisimist deymizmi, narkotik iste'mol qiluvchi odam deymizmi, alkogol iste'mol qiluvchi odam deymizmi. Endi qo'sh qaramlik degan tushuncha bor, termin bor, qo'sh qaramlik degan diagnoz bor, kasallik bor. Bu narsani ko'pchilik e'tiborga olmayapti, jiddiy qaramayapti. Shu qo'sh qaramlik to'g'risida ozgincha ma'lumot berib o'ta olasizmi? Да, qarang, to'g'ri aytdingiz. Есть зависимость qaramlik, есть созависимость. Это qo'sh qaramlik. Qaramlikni hammamiz bilamiz. Это химическая и нехимическая зависимость. Ya'ni kimyoviy bo'lmagan qaramlik. То есть употреблять qildingiz, siz химический зависимосtsiz, lekin нехимический зависимый это то же самое трудоголизм, шопоголизм, расстройство пищевого поведения, да, shu narsalar kiradi. И есть созависимость, то есть qo'sh qaramlik. Bu eng katta belgilari inson o'zini hayoti emas, boshqa insonni hayoti bilan yashashga harakat qilishi. Ya'ni oilada qaram inson chiqdimi, bo'ldi. Bu yerda обязательно kimdir sozavsimisi bor. Chunki sog'lom ishlab turgan funksionalniy oiladan juda ehtimol kam qaram inson chiqishi. Qaram inson chiqishiga. Rahmat katta. O'sha qo'sh qaram insonlar bu bo'lishi mumkin. Akasi, opasi, otasi, onasi, to'g'rimi? Tushunishim bo'yicha, ya'ni bitta oilada bitta qaram inson bo'lsa, обязательно bitta odam qo'sh qaram bo'ladi. Eng kamida. Qo'sh qaramlik qanaqa jiddiy, nima desak bo'ladi? Kasallikmi, jiddiy diagnozmi, jiddiy holatmi? Judayam bir kasallik. Chunki inson, tasavvur qiling, boshqa insonni hayotini yashashga harakat qilyapti. Judayam ko'p sozavishimli bu baba ayollar bo'ladi. Chunki emotsionaldan soperеживание, empatiyaga moyilligi sababidan. Shuning uchun ayollarni aldash osonroqda. Bola, ayolini, onasini aldash osonroq, qulog'iga lamoyida bilib ketaveradi. Shu sababdan bu katta muammo aslini olganda qaram odamga ham, chunki bu uni tuzalishiga ham imkon bermaydi. Постоянно patikasi qiladi, yopadi, ayblarini yopadi, haqiqatni ko'rmaydi. Shu sababdan o'zini ham hayoti chetga qolib ketadi. O'zi ish, o'qish hammasi buyog'idagi o'rinda, o'ziga qarash, qanaqadir qarindoshlarga qo'shilish, o'zini hobbisi, hayotiy qanaqadir qiziqishlari bo'lmaydi. Это vaqtingiz o'tadi, 1 yil, 2 yil, 3 yilda, 5 yil qariydi, hayoti faqatgina shu insonni kontrol qilish bo'lib qoladi. И, конечно, bu sozavishimli odamda nima? Qanaqa чувство? Agressiya, zlost, разочарование, dard alamini bundan oladi. Sani deb umrim ketdi, unaqa bunaqa. U nima deydi? Zavishimli odam qilmayman deydi. To'g'ri aytdingiz. Qo'sh qaramlik deganingizda sababi juda ham ko'p kelgan odamlarga aytamiz. Bizda muammo yo'q qaram inson bilan ishlashga, Xudoga shukr. Shu paytgacha ham ishlab kelamiz. Ishlar natijalar beryapti. Bizda eng katta muammo har doim qo'sh qaramlar bilan bo'ladi. Chunki ularni ko'pchiligi baba ota-onasi, ko'pchiligi yoshi katta, ko'pchiligi san nimadir desak, san navaram tengsan, poram teng nima degan. Nimaga aql o'rgatolsang, yashashni o'rgatolsanmi deb boshlashadi. Lekin aslida nimaga bu mavzuni aytayapman? Sababi birinchi masala odamlarda tushuncha yo'q ekan. Shu qo'sh qaramlik, shu narsani chuqurroq, to'laroq ma'lumot berishga harakat qilish maqsadida o'zi chaqirdim. Xo'p, asl sabablari nima? Odam qo'sh qaramlik bo'lishiga, qo'sh qaramlik xo'p mayli bo'ldi ham deylik, shunaqa xarakteri bor deylik, bu nima beradi o'sha insonga? Mana u biz juda ham yaxshi bilamiz, что narkotik nimadir beradi, xursandchilik beradi, soxta baxt beradi, o'ziga bo'lgan ishonch beradi o'sha iste'mol qiluvchi odamga. Qo'sh qaramlik narkotik bu qaram inson. U nima beradi? Xuddi shunaqa euforiya beradi. То, что я важная, mansiz hamma narsani sinib ketadi, oila buzilib ketadi. Tam yana yoki ishxonada men yo'q bo'lsam, hamma yoq portlab ketadi. Mana shunaqa narsalar. Это вот bu insonni hech qanaqa достиженияsi yo'q. Yo'q-da. И за счет другого самоутверждаться qiladi ko'pchilik. Shu narsani beradi. Juda ham to'g'ri aytib o'tdingiz. Mana yaqinlarni-da, mana reabilitatsiyada yotgan bemorlarimizni yaqinlarini chaqiramiz, to'g'rimi? Yig'ilishimiz bor, har hafta kelinglar,
nima degan javob keladi bunaqa? Manda muammo yo'q, man emasku. man qilmaganman, man kasal emasman. Или же yoshi kattaroqlar aytganingizda man o'nta psixologingdan yaxshi. Вот это вот обесценка, она на самом деле сильно демотивирует специалиста тоже. То есть уже siz birinchi frazadan bilib olsiz, что sizni hech qaysi gapingiz serios qabul qilinmaydi. Siz nima desangiz ham bo'lay qaragasam degandek qabul qilinadi. И bu искаженное восприятие ham ularni tuzalishiga juda katta xalaqit beradi. На самом деле они тоже в отрицании, да? Вот qaram inson qo'lidan chakayotganini ko'rib tursangiz ham, tesidan chiqib tursa ham sizga qarab turib yo'q deydi-yu. Ularda ham xuddi shu simptom bir xil ishlaydi. Yo'q deb turadi. Bu aynan o'sha oiladagi muhitga bog'liq narsami yo bo'lmasam понятно, что odam kelajagida qaram bo'lib ketishi uchun qanaqadir sabablar bor. O'sha aytganingizdek, disfunksional oila u qo'sh qaram bo'lib qolishiga qanaqadir oiladagi o'zini roli bormi yoki rolidan chiqib ketganmi yo bo'lmasam qanaqadir hayotdagi sabablar bo'lganmi yo qanaqadir utratami, travmami, nima ko'proq o'sha sabab bo'ladi. Bu shunaqa giperkontrol, giperopekani yoqib olib, qilishiga. Boshdan aytadigan bo'lsam, boshda aytib o'tdim o'zi, juda ko'p so'zavishmiylar это женщина. Bizda ayol kishini qanaqa tarbiyalaydi? Ana опекун, она заботится обо всех, ей больше всех надо, hamma narsa kerak, mehribonchilik qilish kerak, ovqatini yedimi, kiri yuvilgan, hamma, то есть обслуживающая какая-то персона, это женщина. И подсознательно ayol kishida shunaqa tushuncha paydo bo'ladiki, вот это bit, oila, hammani yashashi, ovqat yeyishi, там nimadir har xil harakati, вообще hayot, funksional hayoti unga bog'liq. U qilish kerak hamma narsani. И bu juda ham katta korень so'zavishimiga, ya'ni a кто если не я? Man qarashim kerak, man mehribonchilik qilishim kerak, man uni yuvintirishim kerak degan narsa bilan katta bo'ladi ko'pchilik qizlar. И shunaqa qiz turmush qurdi ayol rolida, xo'jayini iste'mol qilyapti. U nimani ko'radi? U katta inson, взрослый pozitsiyadagi partnyor bo'lib, tak, bu sani ответственностing, sani mas'uliyating, davay, harakat qil demaydi. U опекать qilishi boshlaydi. Yuvintiradi, chayintiradi, o'ziga qaraydi, to'g'rimi? Ayb o'zidan qidiradi. Balki manadir shunaqa bo'layotgandir. Mana nimadir o'zgartirish kerak. Настолько ketadi, что mana qanaqadir paranoya, то что qanaqada хотя на самом деле iste'mol qilayotgan odam. Agar bu ayol mana katta bo'ldi, xo'jayini bilan unaqa bo'lmadi, bolasi shunaqa bo'lib qoldi, to'g'rimi? Опять-таки, это же удар по самолюбию, demak, men qattiqroq yaxshi ona bo'lmaganman. Birinchi o'rinda onalar ayniqsa shu narsani qo'rqadi, shuni eshitmaslikni xohlaydi. Chunki это же значит, это я что-то не так сделала. Даже reabilitatsiyaga kelganda ham savol berishadi, men nimani noto'g'ri qildim? Biz mana aytamiz, ko'p onalarga, hozir ham aytib o'tmoqchiman, bitta причина yo'q bu narsaga. Da sizni qanaqadir потакать qilishingiz, da juda ko'p holatlarda eridan bekitib pul berishi, hamma narsani qilishi, uni ayblarini yopishi, bilib turib ham. Bilasizmi, shunaqa onalar bor, o'sha zakladkaga bolasi bilan birga borgan. Eshitganman, o'zi hozirga tizi bo'laman. Bitta yaqinda emas, 3-4 oy oldin kelgan o'sha bitta onaxon keldilar, o'g'illarini olib keldi. O'g'illari deganda ham bu kattakon mas'uliyatli kishi, tushunasizmi? Oilasi bor, 3 ta farzandi bor o'sha o'g'illarni. Ular aytayotdilar, meni bolamga mana shu qildim, mana buni qildim, uni qildim, buni qildim. Ularni tasavvurlarida aytib beryaptilar, что men faqat yordam beryapman. Keyin o'sha razbor chiqsa, ular yordam berib faqat qutqarib kelganlar. Qarzlarni olib berganlar, o'sha ro'didan olib chiqib kelganlar, yana o'sha qanaqadir bosh og'riqdan olib chiqib kelganlar, yana birga borib o'sha siz aytganingizdek o'sha telefonlardan platlarni olib berganda, bu уже как farzandini zaharlab o'zini sekin-sekin o'ldirishiga yordamlashib berayotganda-da. Siz yordam bermagansiz, naborat siz yordam bergan deb o'ylayotgan narsa aslida zarar keltirgan bo'lishi mumkin. Desam, shu siz aytganingizdek, защитный mexanizm, отрицание yo'qmi? Talonchi mana bunaqa otasiz o'stirganman, hammasini qilganman, keldi mana shunaqa narsa boshlandi. Shunaqa narsalar ham ko'p sabab bo'ladi. Tushunishim bo'yicha, qaram insonlarni, ya'ni iste'mol o'sha narkotik iste'mol qilib yurgan odamlarga tuzalishiga xalaqit beradiganlar ham qo'sh qaram insonlar bo'ladi.
qanaqa yo'l bilan xalaqit qiladi? qarang, o'zi tuzalishga xalaqit beradigan odamlar qo'shqaram bo'lmaydi, o'zi qo'shqaramlar ularni tuzalishiga xalaqit beradi na samim deylik. Chunki aytib o'tganingizdek, men unga yordam beryapman deb o'ylaydi. A как так? Sen uni narkotik knopka beryapsan, uni qanaqadir jinoyatiga sherik bo'lyapsan, u o'zini zaharlayapti, sen unga indamay turibsan, как minimum tomoshabin bo'lib. Конечно, bu unga zarar bo'ladi. Bekityapti, yopyapti ayblarini. Ularda ham o'sha narkoman odamni prinsip qanaqa yo'qolsa, ularda ham xuddi shunaqa yo'qolib ketarkanda, faqat iste'molsiz. Iste'molsiz, chunki ular o'shanday euforiya, kayf shu narsadan oladi. Shu insonni qutqarish jarayonidan, shu insonga qanaqadir harakatlar, to'g'rimi? Narsa olib kelib beradi, unga zabotiya qiladi, mehr beradi. Shunday qilib realizatsiya qiladi o'zini. Chunki boshqa sfera yo'q. Misol, mana shu reabilitatsiyada bo'lgan ota-onalardan ko'p savol beramiz. 1 oy, 2 oydan keyin ham ota-onalarga haftangiz qanaqa o'tdi? Как вы себя чувствуете? И знаете, какой ответ? Men uni kutdim, u telefon qilishini bu hali ham tasavvurida u bilan yashaydi. Да, твоя жизнь прошла вот неделя. Siz tasavvur qiling, bir haftalik hayoti yo'q. Hech narsa etolmaydi inson bir haftalik hayoti davomida. Faqat u. Конечно, это o'zini umriga, o'zini qanaqadir qiziqishlari, boshqa narsalariga katta ziyon beradi. И plus u insonga ham ziyon beradi. Chunki ular o'zini esdan chiqarib qo'yadi, u kerak paytda doktorga ham bormaydi, dorilarni ichib boshqa narsa qilmaydi, или же там ko'yniga nimadir sig'maydi. На самом деле граница qo'yish kerak. Bu narsada есть его ответственность, есть моя, и всё. То есть eri iste'mol qilishi mumkin, qizi iste'mol qilishi mumkin, o'g'li iste'mol qilishi mumkin. Lekin это не значит, что вот эта женщина, она плохая мать, плохая жена. То есть yaxshi ona yoki yaxshi ayolligi boshqa bir insonni благополучияsi bilan o'lchanmaydi. Shu narsani bizda afsuski tushunishmaydi. И sozavисимость degan temani ko'tarar ekanmiz, biz yig'ilishda ham shu narsani aytsak, ko'pchilik ota-ona bizani o'zi mentalitetimiz, millatimiz hammasi so'zi deydi-da. Bu как anaqa ratsionalniy оправдание deb o'sha защитный mexanizmi bitta men unaqa emas, hamma shunaqa. Bu afsuski men ham aytaman bu narsani, juda ham achinarli holat. Chunki sababi bunga yuzaki qaralayotgan bo'lishi mumkin. Bu narsaga qanaqadir be'tiborliroq bo'lish, bemas'uliyat bilan qaralayotgan bo'lishi mumkin. Chunki afsuski gap bilan hech kimni o'zgartirib qo'yamiz, fikrini o'zgartirib qo'yamiz, hayot tarzini o'zgartirib qo'yamiz. Lekin har safar biz aytamizki, men lichni o'zim ham aytaman, agar bu bola yana qayta iste'mol qilishini xohlamayapsizlar, bo'ldi. Aytilgan narsani aytilgandek qilishinglar kerak. Kerak bo'lsa butun oila o'zgarishi kerak. Sababi bu oilaviy kasallanish, buni ildizi, o'chog'i, tug'ilgan joyi o'sha oilada bo'ladi. Endi men juda ko'p mana o'sha qo'shqaram insonlar bilan ham ishlayotganimda, gaplashayotganimda, kuzatayotganimda sezaman, ular ham juda qattiq manipulyator bo'ladi. Juda qattiq manipulyatsiya qilishadi. O'sha nima sababdan shunaqa manipulyatsiya qilishadi? Men 100% juda ham yaxshi bilaman, что narkoman odam nimaga manipulyatsiya qilishini. O'sha bitta o'sha потребности bor, o'sha потребностиga yetish uchun manipulyatsiya qiladi. Ular nima sababdan manipulyatsiya qiladi? Control вернуть. Чтобы вернуть вот ularni предметi, да, ular maza qiladigan narsa o'ta kontrol. O'sha здоровые отношения созависимость bilan nima bilan farq qiladi? Motivatsiyasi bilan, то есть там желание любви, поддержки, да, там o'sha insonga yordam berish, hattoki uni взгляdi, uni hayotiy qanaqadir prinsip, xohishlari menikiga to'g'ri kelmasa ham men unga yordam beraman. Bu это здоровая забота. A sozavисимость это контроль. Yo'q, men xohlagan narsani xohlaysan, men qilayotgan narsani qilasan, потому что я знаю больше. Kimga uylanasan, kimga erkaklaysan, qachon ajrashasan, nima ovqat yeysan, kim bo'lasan. Ko'p men rezidenti bilan gaplashganimda ham endi gapdan gap chiqib, bizda ishlayotganda butun hayotini o'rganishimiz kerak-ku. Shunga o'zi kim bo'lishni xohlagansan desa, bittasi aktyorman deydi, ana samim deydi, o'zi sartarosh. Bittasi men sportsmen bo'lishni xohlaganman deydi, ana samim deydi, sotuvchi. Bittasi men palonchi joyda ishlashni xohlaganman, допустим, advokat bo'lishni xohlaganman deydi, ana samim deydi, o'zi boshqa ishda ishlaydi. Nimaga shu narsani
qilmagansan desam, chunki adam onam kelayotgan. mana shu narsani xohlashgan yoki bu narsa bizani oilaga to'g'ri kelmaydi deb aytishgan. Mana Bu narsa qanchalik xalaqit qiladi? Juda katta xalaqit qiladi. Это тоже огромное желание созависимость, да, признак созависимости, прожить его жизнь. То есть men yaxshi bilaman, men o'zimni realizovat qila olmagan orzularim, meni xohishlarimda men через bolam orqali realizatsiya qilaman. U kimga bersa xohish, bu ham bolasigami, nima bo'ladi? Har bitta odam o'zini hayotini yashashi kerak. Da, возможно, ota-onalarimiz ham o'z paytida o'zini xohlagan hayotda yashamagandir. Men aytmayman-da, там но pora что-то менять. Вот bizani mana shu hozirgi qaram insonlar, hozirgi jamiyat, hozirgi sistema продукт этой системы, когда тогда было. Xuddi shu narsalarni produkti-da, mana qaram insonlar, qanaqadir g'alati привычкаlar, to'g'rimi? Nosog'lom hayot tarzi. Bu hammasi shuni belgilari. U bir kunda bo'lib qolmaydi-yu bu narsa. To'g'ri aytyapsiz. Men o'zi ko'pchilik aytadi, qayerdan o'zi bu narsa paydo bo'lib qoldi deb, endi mana shunaqa ton bilan aytishadi-da. Keyin men juda ham harakat qilaman detalli tushuntirib berishga. Sababi bu o'sha aytganimizdek destruktiv oila qachonki o'sha sovet payti deymizmi, qanaqadir tushunchalar boshqacha bo'lgan, strogiy bo'lgan, urush janjallar bo'lgan, travmalar bo'lgan, undan kelib chiqib hozirgi mana tarqalayotgan so'rayotgan odamlarda почти что o'sha aytganingizdek lибо химический, lибо не химический зависимость bo'ladi. Chunki hozir любой bitta masterka iste'mol qilayotgan odamga borib qolsangiz, bu juda odatiy holdek qarang. Oldin vau deb qo'rqib qarashgan bo'lsa, hozir juda odat. Bu degani juda ham ko'payib ketgan. Buni asli sababi ko'pchilik o'ylaydi, bu yomon bolalarga qo'shilib qoldi, bu irodasi past, bu slaba xarakterning, tushunyapsizmi, shunaqa deyishadi-da. Ana самом деле o'sha yildizi hammasi bu yoqda yotganligini. Agarda muammo mandaligini men qabul qiladigan bo'lsam, demak men uni yechishim kerak, to'g'rimi? Созависимый pattern поведения, она всегда жертва. Конечно, o'tirib olib jертва bo'lish osonroq. Kelinini ayblash oson, o'rtoqlarini ayblash oson, shifoxonaga shu erini kimdir adasi qattiq qo'l bo'lganda, kimnidir ayblash oson. Нежели biz ayblamaymiz hech kimni, но есть ответственность каждого. Har bir insonni mas'uliyati bor. Shu oilada nimadir noto'g'ri bo'layotganida. Потому что oila это система, если в системе что-то не так, всех это касается. Это так не бывает. Chunki mana bitta oilada yashayotgansiz, bu akangizga, singizga kelayotgan qanaqadir muammo bu sizga ham ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Это sistema. Sistemani o'zgartirish kerak. Shu oilani, bu sistemadagi har bir inson o'zini o'zgartirish kerak. Buning uchun tan olish kerak muammo mandaligini. Lekin ko'pchilik mana yosh kattalarni ko'raman, umuman o'zgargisi kelmaydi. Mana juda vahshiy qattiq, bu narsani qanaqadir e'tiqod ham demaysizda, bu narsani qanaqadir o'rinli ham demaysizda. Bu yo ego, yo bu qanaqadir noto'g'ri tushuncha, yo bu qanaqadir gardiniya deydimi, tushunyapsizmi? Mana shunaqa narsaga o'xshagan narsada, chunki kerak emas bo'ladi-ku, bilasizmi? O'zi ko'p narsalar borku, kerak. Mana shunaqa narsalar aytishadiki, nima o'zgarishim kerak? Mani har bir o'zim qonib turadi. Men mazkur iste'mol qilmagan, men mazkur kasal deydi. Hozir men pul to'lab beryapman. Mana shunaqa nayez bilan gapirishadi-da. Lekin o'sha tushuntirayotganda qabul qilmaydi shu narsani. O'sha qabul qila olmaslikni, значит, tushunishim bo'yicha asosi bu o'sha aytganingizdek bo'ladi. Misol men shunaqa savol beraman, menga normalniy o'zimni xarakterim bilan deydi-da, a другим с этим характером, твоей жене, да, твоему сыну, каково им? Bir marta so'rab ko'rganmisiz? Nima ularda hammasi yaxshi? Men pul beryapmanmi? Men rozorxonmanmi? Bu xon bo'ldi. Таким же успехом xotini ham aytishi mumkin. Tayinlayapmanmi? Yaxshi gapiryapmanmi? Bir kunda bir marta bo'ldi, menga gapirma. Hamma одеяло o'ziga tortursa, это же не семья будет. Семья это где-то konstruktiv topish, bir-biri bilan gaplashish, muammo kelganda sen aybdorsan bo'lib ketadi. Juda ko'p qaram bo'lmagan oilalarda ham ko'p sezamiz, shu muammo bilan kelishadi. Nimadir muammo bo'lsa, farzandlar bilan sani qizing, sani o'g'ling. Nimadir yutuq bo'lsa, mani bola. No, это же не то. To'g'ri, nisbetli.
Xo'p, buni tushunib bo'lib aniqladik. To, что iste'mol yo'liga kirib ketish yoki kelajakda yana narkotik, har xil psixoaktiv moddalar iste'mol qilishiga kirib ketish sabablaridan bittasi ham bu so'z зависимостьlar. Tuzalish jarayonida qanaqa важный rol o'ynaydi qo'shqaram insonlar? Judayam важный rol o'ynaydi. Sababi mana ular reabilitatsiyadagi bemorlarni misol qilib oladigan bo'lsak, biz uni oiladan sug'urdik, izolyatsiya bo'ldi, определенный moment u bilan ishladik, to'g'rimi? O'zini motivatsiyasi bilan, sotsializatsiyasi bilan, какие-то с границами, с принципами, да, мы работали и qayerga boryapti? O'sha sistemaga. O'sha agar bu sistema o'zgarmagan bo'lsa, или же bu oila bu bola, то есть shu oiladan ketishi kerak, что очень болезненно восприниматься qilinadi. Yana shunaqa naezdlar ham bo'lgan, agar esingizda bo'lsa, men sizlarga pul berdim, bolamni yaxshi qilishinglar uchun asli meni dushman qildinglar. Men yana bitta narsani qo'shib o'tmoqchi edim. Har safar aytaman, separatsiya degan narsanida, separatsiya bo'lishi kerak. Bu o'zi mustaqil fikri, mustaqil hayoti, o'zini harakatlari uchun, o'zini qilayotgan qarorlari uchun mas'uliyat olishi kerak. Mana shu как бы выздоровление tushuntiraman-da, shunaqa deb tushuntirsam, ular aytishadiki, bizga kerak emas bu narsa. Biz bitta oila bo'lib yashashimizga, biz ham bunaqa bo'lishimiz kerak. Nimada уже ketdi, mana yana boshlanadi o'sha aytganingizdek, o'sha kontrol, o'sha anaqa, bu oilaga kelsa bu juda опасный, chunki bir umr uyda iste'mol qilgan, uyiga triggerlar bo'ladi. Buni mana shu narsalarni tushuntirsam, voy, nima shuncha tuzalib chiqib, nima men shuncha pulim ketib, shuncha tuzalib chiqib, shunday ham qiladimi deb anaqa bilan ko'pchilik o'ylaydiki, то, что ular qanaqadir narsa sotyapti, то есть bolasini qatidir bizilib qoldi, bizga berdi, aytyapti, miyasiga bolani shunaqa funksiya pрошивка qilib qaytarib berishimiz kerak. No, так же не bывает. Siz unaqa yechim. Har bitta inson bu individualniy odam. Biza aytamiz, ko'pchilik ota-onalarga hozir ham aytmoqchi edim, bolani, dadam, eringizni, qizingizni, ota-onani fikri любой boshqa insonning fikri biz bilan to'g'ri kelmasligi mumkin. Bu narsa u insonni qanaqadir yomon yoki sizni dushmaningiz qilmaydi. Просто у него другое мнение. У него другой мозг, другое восприятие, другой рот, другие глаза. Как может быть там одинаковое мнение у двух людей? Hamma har xil tomondan qaraydi. Просто uni точка зрениясini ham qabul qila olishni bilish kerak. Bizda problema же в этом. Boshqa odamnikini qabul qila olmaymiz. Qabul qila olmaydi yoki meniki bo'lish kerak. Yoki hech qanaqa. Yoki hech qanaqa. Это по сути детское поведение. Infantilni to'g'ri aytyapsiz. Tuzalish jarayonida значит ham ko'p важный rol o'ynaydi, ayniqsa ota-onalar, chunki men juda ham so'z зависимыйlar demayman, onalar deb aytaman, chunki sababi juda ko'p onalar deb uzatdim-da. O'g'lini qilayotgan xatosini o'zini otasidan bekitishar ekan. Juda ko'p kuzatdim. Mana telefonda konsultatsiyada o'taman, oldim kelganida aytaman, yana alohida kelishadi-da. Test topshirgani kelganda yoki qanaqadir kelganida, mana shu bolam mana bunaqa bo'lganda, hozir adasini oldida mencha gapiring deydi. Keyin уже aytaman, sizga o'rgatadi nima ish. Keyin men aytaman, u yolg'on gapirishi menga hozir o'rgatyapsizmi shunda desam, mana sal o'shanda anaqa bu aslida bu juda ham uyatli, ham o'sha siz aytganingizdek yosh bolacha pozitsiya. Aytganingizdek o'sha qabul qila olmaslikmi, yo bo'lmasam bilmayman nimaga erishishni xohlaydi. Hatto onasini o'zi telefon qilib aytyaptiki, men bolamni boraman oldingizga. Ha, xo'p bo'ldi. Uyda kimlar bilan mashtaqa xo'jayinim bilan boramiz. Bo'ldi, borib kelib onasi adzinga kiryapti-da. O'g'limni mamma joyini ayting, mamma joyini aytmaydi u. Это ведь тоже признак созависимости. То есть o'g'li bilan уже bir bo'lyapti-da, и общий dushman qilishyapti. Adasi dushman deyapti. Men seni mamnuniyni bekitaman, lekin men aytganimni qil. Bu onani miyasida men uni tipani kotini yopaman, bu men aytganimni qiladi. No, так не бывает. Bola uchun, любой bola uchun ota-ona bu целостный мир. Ota-onani o'zida konflikt ketyaptimi, demak, вот этот мир разрушается. И mashinadan qanaqadir manipulyatsiya qilish, qanaqadir xitristlar keladi. Bilasizmi, eskilarning ham taqiliy gapi bor, ikkita uyli bo'lmasligi kerak bola. Hammasi shundan-da, ikkita uy bo'ladi, o'tda boshqacha, bo'tda boshqacha narsa, и bola qanaqadir pushu, xitrый, yolg'on ko'p ishlatadigan bo'lib qoladi. Это же из-за этого. То есть kattalar уже bir-biri bilan kelisha olmaydi. А дети, они же это чувствуют. Наркоманы тоже это чувствуют. O'shanga men aytmoqchimanki, yana bitta juda ham kerakli savol. Shu qo'sh qaram insonga qo'sh qaramligini qanaqa qilib yetkazib bersa bo'ladi? Biz qanaqa yetkazamiz? Ozgincha vaqt,
Chunki они все должны пройти вот это стадия принятия, отрицание, торг, depressiya mana shunaqalardan keyin o'tishadi ozgincha vaqt и qaytaruv и biza yig'ilishlarda shunaqa test bor, test по созависимости. Любой internetlardan topsa bo'ladi bu narsani. Просто shuni o'tib ko'rsa inson tam nimalarni biladi o'zi uchun. Eng tinch yo'li shu test tam. Nima aytmadim buni, mana test etyapti, ko'ringlar qaysi darajadasida. Aha, tushunarli. Endi tak yana nima qoldi? Oilani aytdi. Otalar. Endi hozir faqat mana onalar, ayollar davomimizda to'g'ri nechidir foiz, ko'proq foiz baribir xuddi shunaqasi biz aytganimizdek ayol kishilar bo'ladi, lekin afsuski otalar ham uchrab turadi-da, qo'shqaramliklar. Shu bu ko'proq men ko'rgan, optimda ko'rgan narsa bu ota-ona, to'g'risini aytsam, mana sozavисимость yo bo'lmasa qo'shqaramlik deganida meni ko'zim oldimga ota-ona keladi. Chunki ko'p ishlaganimga ham ota-onalar bilan otalar qanaqa rol o'ynaydi? Adalay jarayonidamiz, iste'mol jarayoni. Adalay ham juda katta rol o'ynaydi. Ular ham созависимый bo'ladi. Boshida aytib o'tganimizdek, здоровая любовь это про поддержку, да? Про контроль это созависимость, про строгость это, да, созависимость, границаlarni yo'liga sozavисимость. Onalar qanaqadir yumshoqroq tomondan kelib, aylantirib, bunaqa qilish xolisi. Adalar qanaqa, они строгие, bitta gap gapiradi, men aytganim bo'ladi. Men aytganim bo'ladi, вот это больше диктатура ko'proq ularda. Но опять-таки ular ham xuddi shunaqa so'za, просто проявление у них чуть грубое. А так xuddi shunaqa созависимый. Ular ko'p narsaga baribir ko'zini yumadi. Adalar ham. Chunki juda ko'p baribir opitimizda ham bor, to'g'rimi? Xuddi onalar mana buni aytmay adasiga degani kabi otalar ham onangni yuragini siqma. Bunaqa. То же самое. Shu mana shu aytyapti-ku, onangni yuragini siqma. Bu qanaqadir fikrda o'zimda olib qarasiz, lekin o'ylaydi, mehribonchilik qilma, yordam berolma, ana сам деле это zarar yetkazadi-ku. Это просто с обеих сторон покрывательство и нежелание столкнуться с проблемой. Опять-таки, если я столкнусь, я же должен что-то решать. А очень часто, не в обиду никому, но мужчины, они не хотят ничего решать. Поэтому mas'uliyat ololmaydi bizda ko'pchilik erkak. Yo'q, o'zi men mana anaqada shanba kuni o'tkazadigan qo'shqaramliklarni kuni bor, o'zi o'sha imенно dars o'tiladi, leksiya o'tiladi, psixologlar ishlashadi. Bitta yoki ikkita otani ko'raman. Maksimum boshda 3 ta xotinni majburlab olib kelgan. Ha, yoki shunaqa, yo bo'lmasa u yerda hammasini bilaman, что полноценный oila, otasi ham bor, onasi ham bor. Chunki bu muammo o'g'il otaniki ham, onaniki ham. O'sha bizda deyotgan farzandi, lekin nimagadir faqat onalarni ko'raman, otalarni kam ko'raman. O'sha kuni bitta ota-ona aytdi-yu, nima boshqa narsa bilan chalg'itsam bo'ladi. O'shani aytib bersak bo'ladi. Qaysi edi u? Savol. O'sha yig'ilishlarni to'g'risida gapirdingiz. Shunaqa bitta созависимости yana bitta проявленияsi adalar tomonidan ham, misol onalar ham nimadir qilib chalg'itishga harakat qiladi farzandini, и adalar ham. Просто ularda это чуть грубо получается-da. Bizda ham yig'ilishda o'sha juda kam adalar keladi. Shunaqa savol berdi bitta erkak kishi, "Tamman chiqqandan keyin shu bolamni nima bilan chalg'itsam bo'ladi?" Что вы понимали? U bola 30 dan oshgan. Nima qilib chalg'itish mumkin uni? Nimaga chalg'itish kerak? Unga mas'uliyat berish kerak. U hayotini, vaqtini qanaqadir o'zi mazmunli o'tkazishga harakat qilish kerak. O'ziga yoqadigan narsalarni o'zi qidirib topishi kerak. Это же не ваша задача развлекать кого-то. Вы же не клоун. O'sha aytganingizdek, tana katta bo'lgani bilan miya qolib miya o'sha qolib Просто ketganda созависимый shunaqa-da. haligacha ham shu yosh boladek o'zi bor, eskilardan oldindan bor shekilli. Bu gap bola har doim ona uchun boladek qoladi deydi-ku. Не спорю, boladek qoladi. Misol uchun men 70 ga chiqsam, men bolam 50 ga chiqsa ham u ham meni bolam bo'lib qoladi, no про обязанность. Но lekin misol qarang-da, bola bolaligicha qoladi, to'g'rimi? Но первый год жизни
bolangizni tam kotini yuvasiz, yuvintirasiz, cho'milasiz, lekin 14 yashar bolangizni unaqa qilmaysiz-ku. U mani bolam, yur man seni cho'miltiraman, siz jinnimisiz, nima qilyapsiz deydi. To'g'rimi? O'g'il bolasi ham, qiz bolasi ham. Есть же определенные границы. Просто там 5 yosh paytida sizga ham misol onangiz boshqacha kerak bo'lgan. Hozir onangiz boshqacha kerak sizga. 10 yildan keyin onangizni boshqacha yaxshi ko'rasiz. O'sha qanaqadir kattaroq pozitsiyadan, to'g'rimi? Xuddi shunaqa narsa. U sizni fizически bolangizni обслуживать qilmasangiz ham uni onasi bo'lib qolasiz. Bizda shu narsani tushunishmaydi. Bizda mehribonchilik bu qorni to'q, shapka kiyilgan, ovqatini yesin bo'ldi. Shu mehribonchilik. А на самом деле это же что-то больше. Это принять человека в первую очередь. Bizda qancha ota-ona o'zini bolasini shundoqlicha qabul qiladi. Hech qancha. Yo'q, bu juda kam, ayniqsa mana shu qaramligi bor oilada, insonlarda, ota-onalarda men juda ham ko'p kuzatganman. O'sha qanaqadir aytganingizdek nosog'lom munosabat, o'sha покрывательство, yolg'on gapirish, bir-birini rolini olish, granitsasini hurmat qilmaslik, kelishuv yo'q, поддержка yo'q, ishonch yo'q. Mana shunaqa narsalarni juda ko'p kuzatganman. Haqiqatan aytganingizdek to'g'ri keladi. Xo'p, bizani mana reabilitatsiyada juda ham ko'p insonlar o'zini ustida ishlab qanchadir miqdorda o'zgarib chiqadi. Mas'uliyat sezish boshlaydi, gap so'zi joyi keladi, fikrlashi yaxshi bo'ladi. Chiqqanidan keyin bu yana o'sha oilasiga qaytib boradi. Ya'ni o'sha qo'sh qaram bor inson joyiga qaytib boradi. Ana o'sha paytda qo'sh qaram insonlar nima qilishi kerak? O'shanga ozgincha maslahatmi, rekomendatsiya berib o'ta olasizmi? Birinchi o'rinda u insonni boricha qabul qilish kerak. То есть qaysidir momentlarda uni fikri опять-таки esdalik bilan to'g'ri kelmasligi mumkin. No bu degani bu yomon inson yoki sizlar yomonsiz degani emas. Agar qidirmaslik kerak. Ko'p ota-onalar shu narsani qo'yib yubormaydi. Nimaga o'zi? Nimaga? Какая разница уже nimaga? Qancha da bo'larish bu bo'ldi. Ya'ni shunaqa g'alata ma'nosi yo'q savollar bo'ladi. Kim bilan sen boshlagansan? Qancha какая разница уже? To'g'ri. Вот. Eshitganman. Разница bu уже muhim bo'lmagan narsa, уже не актуальныйda bu narsa. Yo'q, hech narsa ham qilib bermaydi. His bo'lib o'tmish deb qoladi, наоборот. Kim o'rgatgan? Sen mana shu anaqa o'rgatgan, u уже foydasi yo'q narsa. Просто с взрослой точки позиции так, sen o'zing bilasanmi, o'sha bir gupa terpetib chiqgan bolalaring bilan senda granitsa bo'ladi. Birinchi o'rinda ota-onalar ham rekomendatsiya qilish kerak. Bizda ko'p ota-onalar qilmaydi rekomendatsiyani. Chiqdimi, xuddi bir bolasi bilmayman qanaqadir vatan himoya qilib kelganda mashina bu ham noto'g'ri. Juda noto'g'ri. To'ppa-to'g'ri, chunki men nimaga noto'g'ri, men hozir tushunaman nima degani aytib chiqaman. U endi yengil tug'ilgan chaqaloq, hali hech narsani bilmaydi. Uni qo'liga o'sha ish, pul, mashina, kiyim-kechak tayyor. O'zi, ya'ni bu o'sha oldin nima qilgan bo'lsa, miyaga tez mukofot berish, bu o'sha narkotik iste'mol qilish kerak bo'lsa, xuddi shu narsa ish joyi hammasi tayyor, yana miyaga tez mukofot keldi. Bu yana o'sha sekin yana o'sha. Ko'pchilik reabilitatsiyada bolalarimizda ham shuning uchun shunaqa fikrda bo'lib qoladiki, men tuzalib chiqdim-ku, tuzalibmanku. Menga u nima qilib bersa, хотя на самом деле senga shu tuzalish imkonini bergani uchun sen rahmat deshing kerak. Unaqa narsa yo'q. Bir-birini solishtiradimi? Unga bundoq, bunga bundoq, unga mashina, bunga mana. Вот gruppada ishlaymiz-ku, shu gruppada ham bu narsani tushuntirish qiyin bo'ladi. Bir-birini o'zini ham обесценка qilib qo'yishadi. Birinchi o'rinda shu rekomendatsiyalarga amal qilish kerak, bolasini qabul qilish kerak. Bu narsani unutib bormaslikka harakat qilish kerak. Shu boya aytganimdek, ota-ona buni tez unutib, tindoq qilib chiqqanda даже bo'ldi, borma. Reabilitatsiyadan keyingida postlechебный programma shu PLP'inga ham borma, umuman uni qilma, esingdan chiqar. Ну как это же его час. Uni ichidagi sublичности есть, у него вот эта sublичность, наркоман от этого никуда не уйдет. Просто uni как-то ushlab turish kerak bo'ldi. Ushlab turish uchun buni borligini tan olish kerak. Xuddi shu narsani ota-onalar ham tushunishi kerak-da. To'ppa-to'g'ri tushunishi kerak, his qilishi kerak deb o'ylayman. Yana o'sha eski model старого поведения deymiz biz, model нового поведения deymiz. Ikkita tomon bu narsa o'zgarmasa, bittasi model старого поведения deb, bittasi model нового поведения deb bo'lsa, bu уже degani strikka bitta qadam. Sababi men juda ham ko'p srif qilib qo'ygan, qayta iste'mol qilib qo'yganlarni analiz srivi degan narsa bor. Analiz qilayotganimizda eng birinchi qiladigan sababi uydagi
menga ishonch bildirmadi, kontrol qildi. Chunki kontrol qilishi bu yana o'sha eski yaragi qo'l bilan botirgandek og'riq bo'ladigan narsa-da aslida. Yana o'sha yerni his qildim. Yo bo'lmasam xuddi shuni teskarisi. Menga berib qo'yishdi, mashina berib qo'yishdi, pul berib qo'yib, uylantirib qo'yishdi. Bittada menimcha mas'uliyat men uni ko'tara olmadim. Emotsionalni ham, fizikani ham ko'tara olmadim. Haqqa qochishni bilmasdan yana qilib qo'ydim. Shu o'rinda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. O'zi вообще мировой statistika bo'yicha ishlaymiz. 70% sirflar происходит именно из-за родных. Не то, что родители, да, не ota-ona emas, родной. Qo'sh qaram insonlar. Да, qo'sh qaram insonlarni deb bo'ladi 70% sirflarni. Aha, rahmat Koptakon. Yana nima qoldi? Bo'ldi endi bitta hozir. Shu endi Shahlopa rahmat sizga Koptakon. Iminni men nima bo'lgan taqdirda ham juda ham ko'p yoshlar, juda ham ko'p oilalar, juda ham ko'p insonning hayoti buzilib ketyapti bu o'sha qaramlikdan, o'sha iste'mol qilishidan. Shularni yaqinlariga nima degan bo'lardi? O'zinglarni ustinglarda ishlanglar degan bo'ladi. Tinmasdan, prям o'zinglarni hayotinglar bilan неважно 40 dan oshgan, 50 dan, 60 dan oshgan masalan, никогда не поздно, да, понять, что в жизни важно и пытаться вернуть вот это вот смысл своей жизни, не чужой. Boshqa insonga qanaqadir uni hayotini mazmunli o'tkazaman, endi u boshqacha yashaydi emas, o'zinglar. Hamma o'zini hayotinglar bilan yashanglar, to'ppa-to'g'ri. Aha, men ham bitta narsani iltimos qilib qolgan bo'lardim. Ko'pchilikda ahamiyat berdim, shu optimda ham bo'ldi. Bolanglar yoki farzandinglarni, eringlarni, ota-onanglarni, yaqininglar xullas iste'mol qilayotgan kunini bilib qolganinglardan boshlab qolgan gapiga ishonmaganinglar yaxshi. Sababi qasam ichishlar bo'ladi, va'da berishlar bo'ladi. Bu hech qachon yana tuzalib qoldi degani emas. Chunki ko'pchilik shu narsada xato qilar ekan. Qasam ichdi, va'da berdi, men ishondim. Orada qanchadir vaqt, qanchadir muddat, qanchadir muammolar yana ham 2 barobar, 3 barobar bo'lib qaytib kelishi mumkin. Sizlarning oilangizda ham shunaqa qaramlik, qo'sh qaramlik bo'yicha muammo bo'layotgan bo'lsa yoki qanaqadir tushunmagan narsalar bo'lsa yoki qiziqroq sizlarni qiziqtirayotgan savol bo'lsa, bemalol yozib qoldirsanglar bo'ladi. Hammasiga qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman.